kuchi bilan butun sayyoralarni o'zgartirayotgan yashirin jism borligini bilarmidingiz? Gap shundaki, Quyosh tizimida biz bilmagan, hali hech kim ko'rmagan, ammo o'z kuchi bilan butun orbitani o'zgartirayotgan sirli sayyora yashiringan bo'lsa-chi? Quyosh tizimidagi noma'lum jism endilikda Yer sayyorasi deb nomlangan sirli obyekt ustida. U hali to'g'ridan-to'g'ri kuzatilmagan, ammo uning mavjudligi Yupiter kamaridagi uzoq muzli jismlar harakati orqali ishonch hosil qilmoqda. Yerdagi ayrim jismlarning g'alati og'ishlari, orbital tebranishlar va noodatiy trayektlarda olimlarni hayratga soldi. Ular bu hodisani faqat katta, ammo yashirin sayyoraning tortishish kuchi bilan tushuntira olishdi. NASA va xalqaro observatoriyalar hozirda Yer sayyorasini aniqlash uchun eng ilg'or ekspertlardan foydalanmoqda. Ularning taxminicha bu sayyora Yer massasi bilan taqqoslaganda bir necha barobar og'irroq ekan. Lekin Quyoshdan shunchalik uzoqda joylashganki, hatto eng kuchli teleskoplar ham uni hozircha ko'ra olishmayapti. Ushbu videoni barcha tanishlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'yishni unutmang, zero ogohlik davr talabi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sari xabarlar hali oldinda.